Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun biz siz bilan hayotingizning juda muhim bir jihatini, ayniqsa 6-2 yoshdan oshgan aziz yurtdoshlarimiz uchun pasport bilan bog'liq yangiliklarni muhokama qilish uchun yig'ildik. Bu ma'lumot shunchaki qiziqarli emas, balki hayotiy ahamiyatga ega. Har biringizga tegishli va uni bilmaslik jiddiy noqulayliklarga, hatto kutilmagan muammolarga ham olib kelishi mumkin. Shu sababli iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va ushbu muhim mavzuga diqqat bilan e'tibor qarating. Bugungi mavzu 12 yoshdan oshgan pensionerlar uchun pasportlarga oid yangi qoidalar. Sizni qiziqtirgan savollar ehtimol. Pasportim eskirgan bo'lsa nima qilishim kerak? Xorijga chiqish uchun hujjatlarimni yangilash kerakmi? Bu jarayon menga osonlashadimi yoki aksincha kabi savollar bo'lishi mumkin. Keling, bu savollarga batafsil javob topamiz. Avvallari pasport olish yoki uni almashtirish jarayoni ko'pchilik uchun, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun ma'lum bir qiyinchiliklarni tug'dirardi. Odatiy tartibga ko'ra har bir fuqaro yoshidan qat'iy nazar pasportining amal qilish muddati tugaganida yoki o'zgartirish zarurati tug'ilganida belgilangan tartibda davlat xizmatlari markazlariga yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga murojaat qilish kerak edi. Bu jarayon bir qancha bosqichlarni o'z ichiga olardi. Hujjatlar ro'yxatini to'plash, navbat kutish, arizani to'ldirish, barmoq izlarini berish, fotosuratga tushish va davlat bojini to'lash. Bu jarayonlarning har biri keksa yoshdagi sog'lig'ida muammosi bor yoki boshqa turli sabablarga ko'ra harakatlanish cheklangan fuqarolarimiz uchun ma'lum bir qiyinchiliklarni keltirib chiqarar edi. Masalan, 7 yoshli buyukjonimiz uchun davlat xizmatlari markaziga borish, u yerda bir necha soat navbatda turish, so'ngra hujjatlarni to'g'ri to'ldirish va hamma ma'lumotlarni to'g'ri kiritish ba'zan og'ir vazifa bo'lib tuyulardi. Ayrim hollarda noto'g'ri to'ldirilgan hujjatlar tufayli jarayon cho'zilib ketar. Bu esa qo'shimcha xarajatlar va asabiylikni keltirib chiqarardi. Pasportning amal qilish muddati odatda 10 yilni tashkil etardi va bu muddat tugagach qayta yangilash majburiy edi. Bu esa har 10 yilda bir marta ushbu jarayondan o'tishni anglatardi. Endi nima o'zgardi? Davlatimiz tomonidan keksa yoshdagi fuqarolarimizga g'amxo'rlikni kuchaytirish, ularning hayotini osonlashtirish maqsadida pasport tizimida jiddiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Xususan, 6-2 yoshdan oshgan shaxslar uchun pasport olish va almashtirish tartiblariga bir qator yangiliklar kiritildi. Asosiy o'zgarishlardan biri shundaki, bu yosh toifasidagi fuqarolarimiz uchun pasportlarning amal qilish muddatiga oid ba'zi imtiyozlar joriy etilishi ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari, ariza berish va hujjatlarni topshirish jarayonlari maksimal darajada soddalashtirildi. Ba'zi hollarda hatto uyga xizmat ko'rsatish imkoniyatlari ham yaratilganligi haqida xabarlar mavjud. Bu o'zgarishlar avvalo keksa avlodimizning vaqtini tejash, ularga qulay shart-sharoitlar yaratish va byurokratik to'siqlarni kamaytirishga qaratilgan. Hukumatimizning asosiy maqsadi har bir fuqaro yoshidan qat'iy nazar davlat xizmatlaridan hech qanday qiyinchiliklarsiz osongina foydalanishini ta'minlashdir. Bu yangi qoidalar aynan shunday maqsadga xizmat qiladi. Keling, bu yangi qoidalarni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi asosiy o'zgarish bu pasportlarning amal qilish muddati. Avvallari barcha fuqarolar uchun umumiy bo'lgan muddatlar mavjud edi. Endilikda 6-2 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun pasportning amal qilish muddati uzaytirilishi yoki hatto umrbod ayrim shartlar asosida berilishi mumkin bo'lganlar joriy etilmoqda. Masalan, yangi qoidalarga ko'ra 6-2 yoshdan oshgan shaxsga berilgan pasportning amal qilish muddati 10 yil emas, balki 15 yilga cho'zilishi yoki shaxsning so'roviga binoan hatto umrbod tarzda, ya'ni shaxs hayotining oxirigacha amal qilishi mumkin. Bu degani, sizga pasportni qayta yangilash tashvishdan xalos bo'lish imkoniyati beriladi. Ikkinchi muhim o'zgarish hujjatlarni rasmiylashtirish tartibining soddalashtirilishi. Endi sizga avvalgidek ko'p hujjat to'plash shart emas. Asosiy hujjatlar ro'yxati qisqartirildi va ariza topshirish jarayoni tezlashtirildi. Ba'zi holatlarda davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurmasdan onlayn tarzda murojaat qilish imkoniyati ham yaratilgan. Bu ayniqsa shahardan uzoqda yashaydigan yoki shaxsiy transportga ega bo'lmagan fuqarolarimiz uchun katta qulaylik yaratadi. Uchinchi muhim jihat bu uyda xizmat imkoniyati. Agar sizning yoshingiz 2 dan oshgan bo'lsa va sog'lig'ingiz tufayli
davlat xizmatlari markaziga bora olmasangiz, yangi qoidalar doirasida maxsus mobil guruhlar sizning uyingizga kelib, pasport rasmiylashtirish bilan bog'liq barcha jarayonlarni, shu jumladan biometrik ma'lumotlarni olish va fotosuratga tushirishni amalga oshirishlari mumkin. Bu xizmat ayniqsa keksalar va nogironligi bo'lgan fuqarolarimiz uchun juda katta yordamdir. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pasportining amal qilish muddati yaqinlashayotgan yoki allaqachon tugagan 62 yoshdan oshgan fuqarolarimiz diqqatli bo'lishlari kerak. Agar siz chet elga chiqishni rejalashtirgan bo'lsangiz, masalan farzandlaringizni ziyorat qilish, haj yoki umra ziyoratiga borish yoki shunchaki sayohat qilishni xohlasangiz, pasportingizning yangi qoidalar asosida rasmiylashtirilganligiga ishonch hosil qilishingiz zarur. Shuningdek, olam eski namunadagi biometrik bo'lmagan pasportga ega bo'lgan 62 yoshdan oshgan fuqarolarimiz ham yangi pasport olishlari shart. Eski namunadagi pasportlar ma'lum bir muddatdan keyin butunlay amal qilishini to'xtatadi va sizni noqulay vaziyatlarga solib qo'yishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pasportingiz yaqinda, masalan, so'nggi 1-2 yil ichida almashtirilgan bo'lsa va uning amal qilish muddatiga hali ancha bo'lsa, siz hozircha xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Ammo shunga qaramay, yangi qoidalardan xabardor bo'lishingiz va kelajakda qanday harakat qilish kerakligini bilib olishingiz zarar qilmaydi. Agar siz yaqin kelajakda xorijga chiqishni rejalashtirmayotgan bo'lsangiz ham, fuqarolik hujjatlaringizning tartibda bo'lishi har doim muhimdir. Chunki kutilmagan vaziyatlar, masalan, oilaviy sabablar yoki tibbiy zarurat tufayli chet elga chiqish ehtiyoji tug'ilishi mumkin. Keling, real hayotiy misollarga o'tamiz. Birinchi misol, Oygul opa, 65 yoshda. Uning pasportining amal qilish muddati 6 oydan keyin tugaydi. Oygul opaning qizi Aqushda yashaydi va onasini ziyoratga taklif qilgan. Oygul opa avvallari pasport rasmiylashtirish juda qiyin jarayon ekanligidan xavotirda edi. Eski qoidalar bo'yicha u davlat xizmatlari markaziga borib, navbat kutib fotosuratga tushib, barmoq izlarini topshirish kerak edi. Endi esa yangi qoidalar tufayli Oygul opa uchun jarayon sezilarli darajada osonlashdi. U davlat xizmatlari markaziga borishdan oldin onlayn tarzda ariza to'ldirishi mumkin. Shuningdek, uning yoshini hisobga olgan holda pasporti 5 yil muddatga berilishi yoki hatto umrbod amal qiladigan qilib rasmiylashtirilishi mumkin. Bu degani, Oygul opa nafaqat qizining yoniga borish imkoniyatiga ega bo'ladi, balki keyingi yillarda pasportini yangilash haqida qayg'urmasdan tinchgina yashashi mumkin. Agar Oygul opaning sog'lig'i bunga imkon bermasa, u uyda xizmatdan foydalanishi, ya'ni xizmat vakillarini uyiga chaqirishi mumkin. Bu holda uning o'zi hech qayerga borishi shart emas. Barcha jarayonlar uning uyida amalga oshiriladi. Bu misol yangi qoidalar qanchalik hayotiy qulayliklar yaratishini aniq ko'rsatadi. Ikkinchi misol, Bahodir aka, 68 yoshda. Uning pasporti 2 yil oldin tugagan, ammo u chet elga chiqishni rejalashtirmagani uchun unga e'tibor bermagan edi. Yaqinda uning nevarasi tibbiy sabablarga ko'ra Rossiyada davolanishga ketish kerak bo'lib qoldi va unga hamrohlik qilishni so'rashdi. Bahodir aka darhol o'z pasportini esladi va qanday harakat qilishni bilmasdan biroz sarosimaga tushdi. Eski qoidalar bo'yicha uning muddati o'tgan pasporti uchun jarima to'lashga ham to'g'ri kelishi mumkin edi. Shuningdek, u ancha uzoq vaqt byurokratik jarayonlarga sarflash kerak bo'lardi. Ammo yangi qoidalar tufayli Bahodir aka tezkor xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega. U davlat xizmatlari soddalashtirilgan tartibda pasportini qisqa muddat ichida yangilash imkoniyatini qo'lga kiritadi. Yangi qoidalar unga jarima to'lashdan qutulishiga yordam beradi. Chunki bu yosh toifasi uchun pasportning muddati o'tganligi uchun jarimalar miqdori kamaytirilgan yoki ayrim holatlarda bekor qilingan bo'lishi mumkin. Bu albatta fuqarolarga yengillik berishga qaratilgan yana bir muhim qadamdir. Uchinchi misol, Fotima xola, 7000 yoshda. Uning pasporti hali ham eski namunadagi, ya'ni biometrik bo'lmagan pasport. U hech qachon xorijga chiqmagan va pasportining yangilanishi haqida o'ylamagan. Lekin davlat idoralaridan biri uning eski pasporti yaqinda butunlay amal qilishini to'xtatishi haqida xabar berdi. Fotima xola bir oz tushkunlikka tushdi. Chunki uning eshitish qobiliyati biroz pasaygan va jamoat joylarida hujjat ishlarini qilish unga qiyinlik tug'dirardi. Yangi qoidalar Fotima xolaga ham katta yordam beradi. Uning yoshi va ahvolini hisobga olgan holda. U uyda xizmatga murojaat qila oladi. Mutaxassislar uning uyiga kelib,
yangi biometrik pasport uchun barcha ma'lumotlarni olishadi. Fotosuratga tushirishadi, barmoq izlarini olishadi. Jarayon shu qadar soddalashtirilganki, Fotima xolaga ortiqcha ovoragarchilikka yo'l qo'ymasdan yangi pasport rasmiylashtirish imkoniyati beriladi. Yangi pasport ham ehtimol 12 yilga yoki umrbod muddatga beriladi. Bu uning tinchligini ta'minlab, davlatga bo'lgan ishonchini oshiradi. Endi esa bu qoidalarning ba'zi istisnolari, tuzoqlari va unchalik aniq bo'lmagan jihatlari haqida gaplashamiz. Istisnolar. Har qanday qoida kabi bu yangiliklarning ham o'z istisnolari bor. Masalan, agar sizning pasportingiz shoshilinch ravishda bir necha kun ichida kerak bo'lsa, oddiy tartibdan biroz farq qiluvchi tezlashtirgan xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Bu holatda davlat boji miqdori biroz yuqoriroq bo'lishi mumkin. Ammo siz o'z pasportingizni tezroq qo'lga kiritasiz. Shuningdek, agarda siz pasportingizni yo'qotgan bo'lsangiz, bu holda ham jarayon biroz farq qiladi. Ya'ni yo'qolganlik to'g'risida ariza berish va bu holatni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish talab etiladi. Biroq 12 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun bu jarayon ham imkon qadar soddalashtiriladi. Ba'zi hollarda agar fuqaro sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, u holda pasportni uning qonuniy vakili vasiy yoki homiy rasmiylashtiradi. Tuzoqlar va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar. Birinchidan, onlayn xizmatlardan foydalanishda ehtiyot bo'ling. Faqat rasmiy davlat portallari va davlat xizmatlari markazlarining veb-saytlaridan foydalaning. Firibgarlar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashi yoki noto'g'ri xizmatlar taklif qilishi mumkin. Agar sizga onlayn ariza to'ldirish qiyinlik tug'dirsa, yaxshisi davlat xizmatlari markaziga shaxsan murojaat qiling yoki yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ikkinchidan, hujjatlarni to'g'ri to'ldirishga alohida e'tibor bering. Noto'g'ri ma'lumotlar yoki xatolar pasport rasmiylashtirish jarayonini kechiktirishi mumkin. Agar o'zingiz to'ldirishga qiynalsangiz, davlat xizmatlari markazidagi xodimlardan yordam so'rang. Ular sizga bepul yordam berishga majburdirlar. Uchinchidan, pasportning amal qilish muddatini doimiy ravishda tekshirib boring. Garchi pasportlar uzoq muddatga berilsa ham, uning amal qilish muddatini yodda tutish juda muhim. Xorijga chiqishdan oldin odatda pasportning tugashiga kamida 6 oy qolgan bo'lishi talab etiladi. Aks holda sizning rejalaringiz buzilishi mumkin. To'rtinchidan, ba'zi banklar yoki boshqa tashkilotlar eskirgan ma'lumotlar bilan ishlashda davom etishi mumkin. Yangi qoidalar haqida ularni xabardor qilishga yoki rasmiy ma'lumotlarga tayanib ish tutishga majburlashga tayyor bo'ling. Agar biror muammo yuzaga kelsa, huquq tartibot organlariga yoki tegishli davlat idoralariga murojaat qilishdan tortinmang. Unchalik aniq bo'lmagan jihatlar, masalan, pasportingizdagi familiya yoki ismingizda yoki tug'ilgan kuningizda xatolik bo'lsa, bu holatda sizga faqat pasportni almashtirish emas, balki shaxsiy ma'lumotlardagi xatoliklarni tuzatish jarayonidan ham o'tish talab etiladi. Bu esa qo'shimcha hujjatlar va biroz ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Shuningdek, agar sizning doimiy yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa va pasportingizda bu ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, yangi pasport olishdan avval propiskangizni yangilashingiz kerak bo'ladi. Bu ham muhim nuansa hisoblanadi. Ayrim hollarda, ayniqsa umrbod amal qiladigan pasport berilganda, ma'lum vaqt o'tgach, shaxsning tashqi ko'rinishidagi jiddiy o'zgarishlar, masalan, jiddiy kasallikdan keyin sababli yangi fotosuratga tushish yoki biometrik ma'lumotlarni yangilash talab etilishi mumkin. Bu asosan shaxsning identifikatsiyasini aniq ta'minlash maqsadida qilinadi. Endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pasportingizning amal qilish muddatini tekshiring. Hozirda qo'lingizda bo'lgan pasportingizni oling va uning tugash sanasiga e'tibor bering. Agar u yaqinlashayotgan bo'lsa, masalan, 6 oy ichida tugasa yoki allaqachon tugagan bo'lsa, darhol choralar ko'rishni boshlang. Shuningdek, agar sizda hali ham eski biometrik bo'lmagan pasport bo'lsa, uni zudlik bilan almashtirishingiz shart. Ikkinchi qadam, qayerga borish kerak? Pasportni almashtirish yoki yangisini olish uchun siz davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilishingiz kerak. O'zbekistonning har bir tuman va shahrida bunday markazlar mavjud. Ular sizga barcha zarur xizmatlarni ko'rsatishga tayyor. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari ham bu masalada yordam beradi. Ammo DXMlar barcha xizmatlarni bir joyda taqdim etishi bilan qulayroqdir. Agar siz davlat xizmatlari markaziga borish imkoniyatiga ega bo'lmasangiz, yuqorida aytib o'tganimizdek, uyda xizmatdan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqing.
Buning uchun DXM'ning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, vaziyatingizni tushuntiring. 3-qadam, qanday hujjatlar kerak? Yangi qoidalar tufayli hujjatlar ro'yxati soddalashtirilgan bo'lsa-da, ba'zi asosiy hujjatlar baribir talab qilinadi. 1. Amaldagi pasportingiz yoki muddati o'tgan pasportingiz. Agar pasportingiz yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganligi haqida ariza. 2. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomangiz. 3. Nikoh yoki nikohning bekor qilinganligi haqidagi guvohnoma agar mavjud bo'lsa. 4. Qora va oq fondagi fotosuratlar. Ayrim DXM'larda fotosuratlar joyida olinadi, ammo ehtiyot chorasi sifatida o'zingiz bilan olib borishlar qilmaydi. 5. Davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya. Davlat boji miqdori doimiy ravishda o'zgarishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin aniq narxni tekshirib bo'ling. Keksa yoshdagi fuqarolar uchun ayrim imtiyozlar nazarda tutilishi mumkin. 6. Harbiy guvohnoma yoki harbiy xizmatga aloqador hujjat. Agar siz erkak bo'lsangiz va tegishli yoshda bo'lsangiz. 7. Doimiy yashash joyingizni tasdiqlovchi hujjat. Odatda pasportingizdagi propiska belgisi yetarli bo'ladi. Barcha hujjatlarning aslini va nusxalarini o'zingiz bilan olib borishingiz tavsiya etiladi. 4-qadam, nima yozish kerak? Davlat xizmatlari markazida sizga pasport rasmiylashtirish uchun ariza blankasi beriladi. Siz uni diqqat bilan barcha kerakli ma'lumotlarni to'g'ri kiritgan holda to'ldirishingiz kerak. Arizada shaxsiy ma'lumotlaringiz, ism, familiya, ota ismi, tug'ilgan sanasi, joyi, yashash manzilingiz, oilaviy ahvolingiz va boshqa ma'lumotlar ko'rsatiladi. Agar yozishda qiynalsangiz, markaz xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga albatta ko'mak berishadi. Muhimi, hech qanday ma'lumotni o'tkazib yubormang va xato qilmang. Har bir kichik xato jarayonni kechiktirishi mumkin. 5-qadam, muddati qancha? Yangi pasportni rasmiylashtirish muddati odatda 13 kunni tashkil etadi. Ammo agar siz tezlashtirilgan xizmatdan foydalansangiz, bu muddat 3 yoki 5 ish kunigacha qisqarishi mumkin, lekin bu qo'shimcha to'lovni talab qiladi. Shuningdek, uyda xizmat orqali rasmiylashtirilgan pasportlarni yetkazib berish muddati ham biroz farq qilishi mumkin. Ammo bu boradagi aniq ma'lumotni Davlat xizmatlari markazidan olishingiz mumkin. Pasportingiz tayyor bo'lganda sizga SMS xabar yuboriladi. Aziz do'stlar, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz. Unutmangki, har bir fuqaroning fuqarolik hujjatlari tartibda bo'lishi juda muhimdir. Yangi qoidalar aynan sizning qulayligingiz va xotirjamligingiz uchun yaratilgan. Bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, o'zingizni ortiqcha ovoragarchiliklardan saqlab qoling. Agar sizda ushbu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lsa yoki o'z shaxsiy tajribangizni baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, iltimos fikringizni sharhlarda qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun qadrli. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.